Yo-mayo, bunchalik sovuq yo'q, ishga ham hech narsa yo'q. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Drix va uy sovuq, uyda yoqadigan hech narsa yo'q va sovuq kunlar tushgani uchun mana pechka qo'yib olganman, lekin sovqotib o'tiribman. Bu videoda sovuq degan so'z juda ham ko'p ishlatiladiganga o'xshaydi. Mayli, hozir borib o'rmondan ozgina daraxt chopib kelaman. Asosiysi, mir ko'rib qolmasa bo'lgani, yana daraxt o'g'irlayapsan deb. Mayli. Havo ham ancha sovib qolgan. Ustimga ham bir issiqroq kiyim olsam bo'lardi. Uning uchun yana shaharga borish kerak. Shaharga borsam ferma qolib ketadi. Keyin esa mer yana gapirishni boshlaydi. Mayli, qora daraxtdan olaman va yana o'zimizni qishloqdagi uylar qurilgan oddiy daraxtdan ham ozgina olish kerak. Chunki ertaga bir narsa qilmoqchiman. Shunga menga kerak bo'lib qoladi. Albatta, sovuq bo'lgani uchun sovuqqa qarshi kurashadigan narsa qilaman va u narsa mana bu qora daraxtdan bo'lsa o'zgarib boshqacharoq turadi. Xo'sh, mer ko'rib qolmasa bo'lgan ya. Uyimni yonginasida bir narsa quraman. Ko'rasizlar va hayron qolishingiz aniq. Xo'sh, bu yer g'alati ekanmi? Kimdir bo'lganga yo'mi? Stop, axir bu o'sha jishin rusin jitellar menga aytib berishgandi. Yo'mayo, tezroq uyga qochish kerak. Tak, orqamdan kelyapti shekilli. Yo'mayo, nimaga chiqdim? Kechqurun. Yo'q, chiqmaslik kerak edi. Jin bo'ldi. Uydaman. Yaxshi. Hech kim yo'qmi? Xullas do'stlar, afsonaga ko'ra, mana shu janubiy o'rmonda bir vaqtlar bir qiz o'lgan ekan va tunda soat 12 dan keyin o'rmonga chiqsa, o'sha qizning ruhini odam ko'rar ekan, lekin men bu shunchaki afsona deb o'ylagandim. Bo'lmagan gap, ruhlar axir mavjud emas edi. Chin ursin. Yaxshi. Endi issiqqina va uy yorug' bo'ladi. Bo'ldi. Endi uxlasam ham endi uxlolmasam ham kerak. Chin ursin, ish qilib kelib qolmasa bo'ldi oldimga. Mayli, yota qolay. Tinchgina tak, hammasi bo'lyapti. Pechkani issiqligi yetsa kerak, boshqa yoqmayman. Yo'mayo. Ertalab bo'libdi. Yaxshi, endi ishga otlansam ham bo'ladi. Hammaga salom do'stlar va tasavvur qilasizlarmi? Kecha qanaqangi tush ko'rganimni. Xullas, o'rmonga boribman va o'rmonda meni qanaqadir qizni arvohi ko'rib qolibdi. Men esa stop do'stlar, tushmasmidi? Mana qo'limda bo'ldi. Axir tushmas edi, daraxt chopganib borgandim. Stop. Bu nima bo'ldi? Seni topaman. Bu yozuvni kim tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Faqatgina ana u ruh bo'lmasa, lekin yo'q do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Axir qanaqasiga ruhlar mavjud emas. Minecraftda bo'lishi mumkin emas bunaqangi narsalar. Yo'mayo, nimalarga aralashib qoldim? Bekor chiqdim tunda. Sovuqda yotsam yotgan edim, yana bir kun yotsam hech narsa qilmasdi. Hozir ertalabdan isinish uchun kachalxonasini qurgan bo'lardi va hammasi yaxshi bo'lardi. Endi esa fermaga borish kerak. Yo'q, bo'ldi. Bugundan boshlab o'rmonga kechqurun bormayman. Hech qachon. Yo'q do'stlar, borishni istamayman. Agar borsam ham jechlar bilan borishim mumkin, lekin o'zim bormayman. Meni hattoki ko'ndirishga ham harakat qilmanglar. Shunchaki kanalga obuna bo'lsangiz yetadi, chunki yo'mayo do'stlar, davay endi kartoshkalardan terib olamiz va bo'ldi. Yaxshi. Ekib chiqishimiz kerak hammasini mana bu yerga chiroyli qilib. Bo'ldi. Endi esa tak, suvda ham qolib ketib tozagan kartoshkalar ertalabdan yorug' bo'lgandan so'ng birdaniga qo'rquvlar yo'qolib ketadi, chunki hamma yorug', hech narsadan qo'rqmaydi, ruhlar chiqmaydi. Tun bo'lganda esa do'stlar, haqiqiy jinsin bezumiya boshlanadi. Shuning uchun ham tezroq hamma ishlarimni bitirib olishim kerak, chunki kech tushganda qo'rqishni boshlayman. Sizlarga aytsam, xuddiki kimdir kuzatayotgandek hozir ham tuyulyapti. Qushloq ham qandaydir bo'm-bo'shmi? Tushunmadim. Nimaga qushloqda hech kim yo'q? Tak, hayvona. Bret shu yerda o'tiribdi. Merchi. Tak, mer yo'qmi? Nima ish qilmasam bo'ladimi? Tak, ayol shu yerda ekan. Fermani tugatish kerak. Bittasini keyinroq tugataman degandim, chunki hozir ismi uchun kachalxonasini qurmoqchi edim. Mayli, hozir tak, ko'rib olamiz hammasini. Yaxshi, olg'a va bo'ldi. Hammasini olishimiz kerak. 2 stak qaniydi hammasini o'zimga olib qolsam, lekin yana qaytib bekish kerak, merga berish kerak. Xullas, o'zimga unchalik ham ortib qolmaydi. Faqatgina oyligimdan sotib olishim mumkin bo'ladi yoki o'zimda fermamni ochsam ekan. Yaxshi bo'ladi-yu, lekin unga ham qarash kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mayli, hozircha borini ishlatib tura qoray. Mana shu ishlayotgan joyim ham juda ham zo'r. Menga fermerchilik yoqadi, buni hammangiz bilasizlar va kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga qanaqangi sabzavot eng ko'p yoqadi? Menga masalan kartoshka. Shuning uchun faqatgina kartoshka ekamiz. Mayli, hozir Bretga ayta qolaman, kecha bo'lgan narsani o'zi ham qarab turibdi ekan menga. Kamera bor ekan uydan oldida. Yaxshi. Xo'sh. Bret, salom. Salom. Qandaysan, Drix? Yaxshi, rahmat. Kecha bilsam nima ko'rdim? Nima ko'rding? Ana bu o'rmondan chiqib keladigan ruh qiz bor-ku, shuni. Nima? Axir nozganmisan? Axir bu shunchaki afsona. Men ham shunday deb o'ylagandim, lekin afsona emas ekan, rostdan bor ekan. Tushunyapsanmi? U haqiqiy. Prank qilmoqchisan-a? Yo'q, prank emas. Men
Tak stop, kamera. Ha, kamera. Men bilaman nima qilishni. Bo'pti, sen meni kutib turmaysan, isbotlayman. Do'stlar, axir o'rmonga kamera qo'yishimiz mumkin. Kameraga ruh tushib qolsa, o'zi tusharmikin, ha? Umid qilamanki tushib qoladi. Xo'sh. Janob mer, ha, mana kartoshkalarni olib keldim. Oling, ha, ajoyib. Mayli, men ketdim. Sizga xayrli kun. Yaxshi do'stlar, qayerdan olishni bilaman kamerani va hozir o'rmonga borib o'rnatib qo'yamiz. O'rmonga borishni xohlamayotgandim, lekin iloji yo'q, borish kerak kamerani o'rnatish uchun kechagi joyga. Salom jitel, salom. Kameralar bormi? Bor, qanaqasidan kerak? Shunchaki tanishuv uchun bir ikkitasini ishlatib ko'rsam bo'ladimi? Agar yoqsa sotib olaman. Albatta, ikkitasini berib turishim mumkin va minnatdorman. Juda ham xursand bo'laman. Yaxshi, как раз ikkitasini bemalol sinab ko'raman. Faqat yo'qotib sindirib qo'ymay-a? Yo'q, xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, ketaveraymi? Ketishim mumkin. Katta rahmat jitel. Arzimaydi. Do'stlar, yaxshi. Jitel bizga kameralarni berdi. Endi ularni o'rmonga o'rnatamiz va o'sha ruhni yana videoga olib qolishga harakat qilamiz. Agar videoga olib qola olsak, anavi do'stimizga bir game ko'rsatamiz. Shunda umid qilamanki ishonadi. Rostdan ham ruh borligiga. Tak. Boshqa hech kim yo'qmi? Yaxshi, bir o'zimman. Kameralar joyida. Endi kedilar qayerga o'rnatsak ekan? Kecha menimcha adashmasam qorong'u edi. Aynan qaysi daraxt orqasidaligini bilmadim, lekin birinchisini kedilar mana. Do'stlar, buni qaranglar, ishlayapti. Yaxshi. Qishlog'im ko'rinadi. Men kecha menimcha mana shu tarafda edim, premyerda mana shu yerdamidi yoki sal nariroqda. Xullas, buni hozir qizig'i yo'q. Hozir kameralarni o'rnatishimiz kerak edi, lekin men mana shu yerda turgan bo'lsam, mana bu daraxt orqasida edi yashiringanda qiz. Xo'sh, qani kelinglarchi, endi mana bu yoqqa o'rnataylik kamerani. Tak stop. Kamerani mana bu yoqqa qo'yamiz va buni ham ulaymiz. Qani ishlayaptimikin? Hammasi ishlayapti. Ajoyib. Bemalol kamerani ishlatishimiz mumkin endi. Qani endi ketdik, uyga qaytamiz. Chunki bu yerda qolib qiladigan ishimiz qolmadi va yana meni xuddi kimdir kuzatayotgandek bo'lyapti. Bu menga yoqmayapti, shuning uchun ham uyga ketganim ma'qul. Jin ursin. Hech qachon o'rmonga kechqurun bormayman. Umid qilamanki ruh rostdan ham kameraga tushib qoladi. Shunda hammaga isbotlashim mumkin bo'ladi bu yerda arvoh borligini. Juda ham qo'rqinchli sizlarga aytsam, arvohlar bilan o'ynashni istamagan bo'lardim men. Mayli, biroz tinchlanish kerak va dam olaman. Yo'q, uxlay olmayapman. Mayli, kamerani yana bir qaraychi. Yo'q, qaranglar. Rostdan ham mana qishloqqa kelyapti. Jin ursin, qani shudan hozir chiqib kelish kerak do'stlar, rostdan ham. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki Minecraftda ruhlar mavjud. Tak, nimaga to'xtab menga qarayaptimi? Yo'q, do'stlar, meni sezib qoldi uydaligimni. Qochishni boshladi, jin ursin. Yo'q, bunday bo'lishni istamagandim. Endi meni tinch qo'ymasligi aniq. Kechagi yozuvni ham shu tashlab ketgan bo'lsa kerak. Endi tamom bo'ldi. Menimcha bu oxirgi video bo'ladi. Endi men qayoqqa qochaman? Dadam o'sha shaharda qabul qilmasa, mayli, pechkani yoqib qo'yib birozgina issiq havo. Ertaga esa ertalabdan jitilning yoniga boraman. Qani u nima der ekan menga? Yo'q, nimalar qilib qo'ydim, bekor chiqdim tunda. Yarim kechasi kim keldi ekan yana? Ochkim kelmayapti, lekin mayli, ko'raylikchi. Xo'sh, yo'q do'stlar, balki ruh bo'lsa, mayli, nima bo'lsa bo'lgani bu o'lasan deganimni tushunmadim. Nimaga tashlab ketdi yonimga skeletni boshi va shamni? Yo'q, menga bunaqa narsalar kerak emas. Bo'ldi, uyda o'tiraman jimgina. Boshqa arvohlarni kuzatmayman. Bo'ldi, tavamga tayantirdi meni. Chinursin, endi nima qilaman? Qoyillar rostdan bor ekanda. Men senga nima degandim? Endi nima qilamiz? Jitel biror nima de. Xullas, gap shundaki, juda ham ko'p yillar avval mana shu qiz o'sha yerda vafot etgan yoki o'ldirib ketishganmi, buni aniqni hech kim bilmaydi. Lekin agar u qiz o'rmondan chiqib kelsa, bu degani u yerda qotillik bo'lgan. Nima? Qotillik bo'lgan? Ya'ni o'rmonda qotillik bo'lgani uchun u qiz chiqib kelganmi? Shunday bo'lishi kerak. Ketik, unda tekshirib ko'ramiz. Nima? Qo'rqmaysanmi? Qo'rqaman albatta, lekin axir zo'r-ku u yerdan jasad topsak nimasi zo'r? Yo'q, sen tushunmading. Shunchaki politsiya chaqiramiz demoqchiman. Xo'p, ketdik, lekin men baribir juda ham dahshatdaman. Xavotir olma, jitel, hammasi yaxshi bo'ladi. Har ehtimolga qarshi uydan hozir qilich olib olamiz. Qilich qanday ta'sir qiladi arvohga? Agar birov qotillik qilganda chiqib keladigan bo'lsa, tak stop, rostdan ham agarda o'zi qotillik qilgan bo'lsa-chi, ruhi va o'zi qotillik qilgani uchun chiqib kelsa, bo'lishi mumkin. Endi yana ham qo'rqaman. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Biror nimata o'ylab toparmiz. Mayli. Tak, ketdik. Mana shu tarafda edi. Xo'sh. Hozir ko'ramiz. Birorta dalillar topishimiz kerak. Nima topishimiz mumkin? Nima deb o'ylaysan? Bilmasam, izlarmi? Mana bu yerda mana shunday iz bor. Biz bu yerda kartoshka pishirgandik. Tushunarli. Xullas, kameralar
Shu yerda hech narsa ko'rmayapman. Mana bu yerda turgan edi daraxtning orqasida va menimcha bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Kamera olish kerak kamerani. Toshkentcha va bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Balki o'rmonni ichkarirog'ini ko'rarmiz, nima deysan? Ha, yaxshi g'oya. Kelchi qani. Xo'sh, bu yerda hech narsa ko'rinmayapti. Daraxtlar to'sib tashlagan. Tak, bu yerda esa shunchaki pastga tushadigan. Opa, qara, qon topdim. Qon? Ha, o, svejiyga o'xshaydi. Yo'q, qotib qolgan shekilli. Bilmasam lekin ko'rganim yo'q, shunchaki ko'rinishini berdi verstak. A, uni men qo'yganim daraxtni o'g'irlagan faqat mer bilmasin. Hop, hammamiz ham daraxtni o'g'irlab turamiz. Davay, kel. Men juda ham dahshatdaman. Xavotir olma. Hozir ko'ramiz. Biror nima bo'lsa birdaniga politsiya chaqiramiz. Qani? Boshqa hech narsa yo'qqa o'xshayapti. O, buni qara. Nima? Yana qon izi va sigir. Sigir, ha. Hozir bugun biz go'sht yeymiz kechga. Direkt hozir ish kerakmi? Ha, endi mayli. Tak. Opa, mana yana. Xo'sh. Buni qara, mana bu yerdan o'tadigan joy qilinganga o'xshaydi. Qara, xuddiki ataylab sindirilgandek daraxtlar orasidan. Balki shunday o'sgandir o'zi. Bo'lishi ham mumkin. Balki men shunchaki detektivni yoqib olgandirman. Ha, yana qon va yana opa, mana yaxshi bu yerdan daraxt sindirilgan. Qara, mana bu tarafda ham. Qani? O, rostdan ham qon taginasida daraxt sindirilgan. Tushunarli. Yana qon. Tak. Xo'sh, bu yerda kola idishi. Opa, buni qarani yerda kimdir yotibdi. Qani? Chin ursin. Yo-moyo, bu kim bo'lishi mumkin? Hoy, buni qara, qiz bola ekanmi? Menimcha, ha, qiz bola, lekin g'alatiroq. Ha, nima qilamiz endi? Bilmasam politsiya chaqirish kerak. Oppa, mana bu yerda g'or bor ekanmi? Yo'q, g'or emas ekan. Nima qilamiz endi deyapman. Iloji yo'q, politsiya chaqiramiz. Shin ursin. Ha, qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz shunchaki arvohning orqasidan borib jasad topdik. Bu aqldan ozishi mumkin. Bilasanmi, Jetil nima? Ha, aslida balki hech qanaqangi arvoh yo'qdir va men manyakdirman, ha? Seni o'ldiraymi, Jetil? Ha, judayam kulgili. To'g'ri aytsan. Qachon katta bo'lasan, ha? Katta bo'laman, xavotir olma.